Assalomu alaykum Motors kanalining kuzatuvchilari. Biz bugun sizlarga Qashqadaryo viloyati Qarshi shahar Yerqo'rg'on bozor ro'parasida joylashgan do'konimizda mototsikllarni parametrlari, qolaversa ularning narx-navolarini jamlagan holatda sizlarga yana bir qiziq video rolik tayyorladik. Videoni oxirigacha ko'ring. Albatta siz qidirayotgan mototsikllar va skuterlar bizning ushbu do'konimizda mavjud. Demak, assalomu alaykum aka. Bizning Qashqadaryo viloyati Qarshi shahar Yerqo'rg'on bozor ro'parasida joylashgan do'konimizning bosh sotuvchisi Akrom hisoblanadi. Bizga ushbu do'koningizdagi barcha mototsikllarni yana bir marotaba hozirda bizni kuzatayotgan obunachilarimiz va tomoshabinlarimizga tanishtirib o'tsak. Akajon, kasholat modelimiz. 350 kubli motor. 350 kubali motor. 350 kubli. Eng katta bortli shu bo'ladi. Eng katta bortli. 4 tonnagacha yuk oladi. Demak, 4 tonnagacha benzinli mototsiklimiz yuk oladi. Narxi va parametrlari, bort razmerlari. Narxi 38 million chiqishi. Borti 260 ga 140. 260 ga 140. Demak, bitta ko'rsatib o'tsak, 4 tonnagacha yuk oladigan mototsiklimiz bort hajmi 260 ga 140 sm ni tashkil etadi. Alt Motors brendi ostida. Zavod tomonidan va do'koningiz tomonidan qanaqa garantiyalar bor? Motori 500 km. 500 km motoriga garantiya berasiz. Qo'shimchasiga qanaqa sovg'alar bor? Kaska, damkirat, balon kulush, nima qo'shib berilsa, hammasini qo'shib beramiz zavod tomonidan. Albatta. Rasxodlari haqida 100 km ga umumiy o'rtacha 6 ta 7 ta. Benzinli mototsiklimiz yuk bilan 4 tonna yuk tortib yurganda 7 ta. 7 ta. Ya'ni 6 litrdan 7 litrgacha yo'l holati, yuk holatiga qarab. Umuman olganda ushbu do'konda, Qarshidagi do'konda benzinli mototsikllar narxi qanchadan qanchagacha? 19 milliondan 38 milliongacha. Demak, biz birinchi navbatda eng qimmat benzinli mototsiklni ko'rsatib o'tdingiz. Davom etamiz. Samasval modellar bormi? Qiziquvchilar bor. Samasval modelimiz mana Panda 220 ga Samasval model. 135 borti. Motorlari 250 kubli. 250 kubli. 250 kubli. Yuk hajmi 4 tonnagacha yuk. 3 tonna. 3 tonnagacha yuk oladi. 3 tonnagacha yuk olish uchun mo'ljallangan Samasval. Deylik 3 tonna yukni o'zi bemalol ag'darib bera oladi. Xuddi shunday. Narxi hozirgi kunda 35 million 100 ming so'm chiqadi. Har bitta aytganimizdan narxidan 100 ming o'tib beramiz. Baribir ushbu videoda aytilgan narxdan 100 ming so'm. Aytilgan luboy mopetimizda aytilgan narxidan 100 ming o'tamiz. Demak, bu Samasval mototsiklimiz ichki bort razmerlarini ko'rsatib o'tsak, 220 ga 140 deyishdi. Balonlari qo'sha balon. Qolaversa mana Samasvallarni ko'rishingiz mumkin. 3 tonnagacha yukni o'zi ag'darib beradi. Davom etamiz. Keyin ko'rsatmoqchi bo'lgan mototsikl. Shu modelimizda rangi boshqachasi. Voyenniy svet ranglar. Demak, ranglardan hamma sortimentlar bor. Bor. 200 kubli. 220 130 bort hajmi. 220 ga 130 ni tashkil etadi. Ko'rsatib o'tsak. 200 kubli 2 tonnali. Demak, 2 tonnali qo'sha balon hisoblanadi. Qo'sha balon BR. BR modeli. Alt Motors'ning BR modeli qo'sha balon. Balon razmerlari 5 ga 12. 5 ga 12. Keyingisi narxi 31 million so'm. 31 million so'mga 2 tonnali qo'sha balon Alt Motors BR modeli. 2 tonnagacha yuklar uchun. Shuni qizil variantlar. Demak, qizil varianti. Samasval. 3 tonnali Samasval. Boya obzor qilib o'tdik buni. BR. BR modeli. Yana boyagi modelimiz. Leon pol kabina. Leon modeli. Zavodskoy pol kabina. Shunday. Demak, bu barcha mavsumlarda ishlab beradi. Yon mototsikl. Shunday. Buni parametriga esa 180 ga 2 ga 130. 2 metrga 130 ni tashkil etadi. Motorlari 200 kubli, 2 tonnali. 200 kubali Zongshen motori albatta. Shunday. Borti 220 ga 140. 130 ni tashkil etar. Adashib ketdik. Demak, Zavodskoy pol kabina torpedalari o'zi bilan qo'shib beriladi. Shunaqa Zavodskoy chiqqan. Narxi qancha buni hozirgi kunda? 32 million so'm zavod bergan narxi. 32 million so'mga sotasizlar. Shunday. Zavoddan kaska hamma narsasini qo'shib beriladi. Yana bir nimasiga kelsa, zavoddan faqat yo'l kirasi 200 ming so'm qo'yiladi. 200 ming so'm yo'l kira. Boshqa hech narsasi qo'yilmaydi. Demak, zavod narxida yo'l kirasi qo'shilgan holatda xarid qilsangiz bo'ladi. Kabinalimiz 200 kubli, 2 tonnali. Bortlarimiz bir xil. Ichini ochib ko'rsangiz bo'ladi. Benzinli Alt Motors modeli ostida ishlab chiqarilgan mototsiklimiz.
2 tonnagacha yuk uchun mo'ljallangan. To'liq kabinali, mana motion rolli, hatto ko'rishingiz mumkin. Mana ichki holati. 5 bosqichli mexanika tizimi bor. Gaz, tormoz, stsipleniya, pechka, hattoki sovutish tizimlari ham bor. Shunday. Narxi qancha hozirgi kunda shu mototsiklimiz? 35 million 700. 35 million 700 ming so'm tashkil Shunaqa etadi. akajon. Davom etamiz. Endi elektronli mototsikllarga o'tsak ham bo'ladi. Menimcha, yo yana bormi tanishtiradi? Benzinlimiz bitta Cavallo skidka narxiga qo'yilgan. Bir Demak, dona skidkadagi mototsikllar. bir dona qolgan. Qolgan benzinlilarni tanishtirib o'tdik. Mana shu Cavallo modelimiz. Skidka narxida 2 tonnali, 200 kubli, Aha. 220 130 bortlari, Demak, 220 ga 130, 2 tonna. 25 million so'm skidka narxi. Demak, 2 tonnali mototsiklimiz Cavallo brendida Zongshen motor 200 kubali skidka asosida 25 million so'mga xarid qilsangiz bo'ladi. Shunday akajon. Demak, bu modellarni menimcha obzor qilmadik, bularni ham bir qator obzor qilib o'tdik. Shunday aka. 180 ga 130 bort razmeri, 1,5 tonnali, 200 kubli motori. Narxiga keladigan bo'lsa, Cavallo bilan bir xil. Shundan skidkani ham tenglashtirib olsanglar bo'ladi. Bu ham 25 million. Cavallo Bu ham 25 million. Faqat bortiga farq qiladi. Motorlari 200 kub ikkalasini ham. Bort hajmi 180 ga 130 ni tashkil etadigan 1,5 tonnagacha yuk uchun mo'ljallangan Alp Motors brendi ostida ishlab chiqarilgan mototsiklimiz. Narxi 25 million so'm tashkil etadi. Orqa tomondan ko'rinishi. Demak, nisbatan arzonroqlar bo'lishi kerak bular. 150 kubli motorimiz. Aha. 160 ga 110 bort razmeri. 160 ga 110. Qancha yuk ko'tarish hajmi? Narxi yuk ko'tarishi 1 tonna bergan, bemalol 1 tonnani ko'tarib ketaveradi. 1 tonnagacha bu demak tor yo'llarga tavsiya etiladigan benzinli mototsikl. Bozorda, yurishda, molxonada, misol ana bozorlarda, molni bozorlari, mol bozorlar bemalol kirib o'ynab kirib ketib, molni olib chiqib, olib kirishga bo'ladi. 150 kubali narxi qancha hozirgi kunda? 19 million so'm kelasi. 19 million so'm. Bittasi Alp Motorsdan, bittasi Cavallo. Cavallodan bir xil. Bir xil. Avtomat hisoblanadi, boshqaruv tizimi. Avtomat. Ha, ularni olasiz, hech qanaqa qiyinchiliklarsiz, mexanika emas. Ko'pchilik qiynalishadi. Mexanika mototsikllarni haydashga shunchaki gaz, tormozdan iborat boshqaruv tizimi. Shunday. Demak, keyingi tanishtirib o'tadigan bir qator kabinalarimizni tanishtirib o'tamiz. Kabinalarni bizga bir qator narxlar bilan, albatta Bodo Motors, Cavallo Motors brendlari ostida ishlab chiqarilgan kabinali mototsikllar. Bododan 58 amperdan 5 ta 6 ta akkumulyator bo'ladi. Miya motor 1800. 1800 vatli miya motor. 58 likdan 6 ta akkumulyator bo'ladi. Bort razmeri 180 ga 130. 180 ga 130. Ichki dizaynlarni bir qator ko'rsatib o'tish iloji bo'lsa agar. Keling. Demak, ichki salon qismini sizlarga ko'rsatib bersak, ikki kishi bemalol bir vaqtning o'zida harakatlanib ketsa bo'lar ekan. Sidenkalar ham yumshoq. Bu asosan skorost rechagi bor kabinali mototsikl so'raganlar uchun bo'lishi kerak. Mana moshinlarnikidagidek skorost rechaglari bor. Panejli повышение funksiyalari, pechka, hattoki lyuklarigacha bor ekan. Ventilatorlargacha. Narxi qancha ushbu mototsiklimizni? 22 million so'm berilgan. 22 million so'm narxlari. Chiqish narxi. Bododan. Bodo brendi ostida ishlab chiqarilgan kabinali mototsikl. Shunday akajon. Arzonroqlari bormi ya'ni? Cavallo. Cavallo modelimiz 62 amperdan 6 ta akkumulyator, 1800 miya motor. Yuk hajmi 1 tonnali. Bu narxida keladigan bo'lsa 19 million so'm chiqadi. 19 million so'm. Demak, buni ustki tom qismida ham yukxonasi bor ekan, bagaji. 100 kilogramm, 150 kilogrammgacha yuk ko'tara oladimi? Bemalol akajon. Bemalol. Bort hajmi 180 ga 130. 180 130. Buni ham bir ichki salon qismini ko'rsatib o'tsak qator. Keling akajon. Endi qiziqadiganlar bor. Farqi Cavallo Bodo brendi. Keling. Demak, ushbu mototsiklimizni ham ichki salon qismi ko'rishinglar mumkin. Moshinlarnikidagidek rechagi bor, tablolari bor, orqa tasvirni olib beradi, pechka, ventilyatsiya sistemalari bor. Bu demak, narxi nima sababdan farq qiladi? Narxi skidkada. Ha, bu skidkada. Skidka.
Bodo skidkaga Cavallo bilan tushlagan. Bobo skidka qilib bergan. Xudo xohlasa, keyingi videolarimizda Bodo'ni ham skidka narxiga tushirtiramiz. Albatta. Demak, Uni- Bodo xarid qilmoqchi bo'lganlar kutsa bo'lar. Ozgina sabr qilamiz. Chiqarib beramiz skidka narxda. Demak, ushbu do'konga kelganlar Bodo, Cavallo, Bobo Motors brendi ostida ishlab chiqarilgan mototsikllarni Shunday akajon. Alp Motors qolaversa, Alp, Bobo, Bodo, Cavallo. bemalol xarid qilib olib ketsa Bemalol. bo'lar ekan. Shunday. Assortimentlar. Bobo bor. Motorsdan kabinalimiz. Aha. Bortlari ancha mustahkam. Ya'ni qovurg'ali. O'zimiz Bobo Motorsda Shunday. ishlaganmiz, ko'ramiz, bilamiz. Shunday akajon. Qovurg'ali ishlangan. Demak, buni ham bemalol ichki. ichini ko'rsatamiz. Bu demak yopib qo'ygan ekansizlar. Yopilgan ekan. Ochilganidan bitta ko'rsatib bersak. Oxiridan bitta ochamiz masa. Demak, Bobo Motors brendining kabinali mototsikli 2 kishi uchun mo'ljallangan. Xo'p, skorost richaklari bunda ushbu turdagi muruvvatdan foydalanishgan. To'liq obshivka qilingan. Bunda ham tablolar orqa tasvirni olib beradi, pechkalari, luklar bor. 6 dona 62 amperli 62 akkumulyatordan dan qo'yilgan. 1800 Miya motori Miya motor bir-birini tanlamaydi. Bemalol universal bo'ladi. Ha, universal motor Universal miyalardan Miya qo'yilgan. motor qo'yilgan. Ya'ni keyinchalik Keyinchalik misol motoringiz ketib qolsa, o'sha 5 ta qo'ldachik bo'lsa 5 ta, 6 ta qo'ldachik bo'lsa 6 ta. Shuni shtetigaran ulaysiz, qo'shilib ketaveradi. narx qancha? Skidka dedingiz? Skidkada 18 million so'm Bobo Motorsniki. 1 tonnali kabinali 1.8 vatli motor miyali. Bobo Mototsikl. Motorsdan YouTubedan kelganlar Bobo Motors faqat Bobo Motors любой mopediga, miyasiga, motoriga, akkumulyatoriga bir oy zavodskoy defektiga. Garantiya berasiz. Shunday. Ularni faqat bu Cavallo bilan Bodoga akkumulyatoriga bir oy, 1 yil servis xizmati. Demak, yana bu yoqdagi 1 tonnalilarni ham bir to'la obzor qilib ketsak, 1 tonnalimiz 58 amperdan 6 ta akkumulyator. Miya motorlari 1500 miya motor. Yuk hajmi 1 tonnali. 1 tonna. Narxida kelsa 14 million so'm. 14 million so'm, dizaynlari, 3 qavatli ramalari bor. Bodo brend ostida. Qo'shimchasiga nimalari bor? Qo'shimchasida zaryadchik, zapaska, Kaskalar, kaska qo'shib beriladi. kaskalar bor. Davom etamiz. Bu Bodo brendi. Bodo. Endi Qashqadaryodagi do'konda mini elektrokarlardan ham assortimentlar bor. Bor, Ularni ham bir qator qiziqqanlar uchun obzor qilib bersangiz. qilib beramiz. Demak, aynan ko'pchilik qiziqmoqda hozir ushbu elektrokarlarga. Bizni jonli translyatsiyalarimizda ham juda ko'p savollar kelib tushgan. Mini karimiz ichki holatini ko'rsangiz, Aha. Birinchi navbatda ichki holati. shunday. 4 kishilik bu. 4 kishilik. Oldida 2 kishi. Salon dizayni moviy hamda молочный tsvetlardan uyg'unlashtirgan holatda foydalanishgan. Tablolar orqa tasvirni olib beradi, rullari, boshqaruv tizimi avtomat Arkasi hisoblanadi. ancha keng. Gaz tormozdan iborat. Demak, 4 kishi sig'adimi deydiganlar uchun ko'rsatib o'tsak. Orqasiga ham 2 kishi bemalol bir vaqtning o'zida harakatlansa bo'ladi. Demak, tonirovkalar ham sizlar tomonidan urib qo'yilgan. Orqasida urilgan, oldida yo'q. Miya Bu motorchasi 1500 miya motor, 58 amperdan 6 ta akkumulyator qo'yilgan. Yuk hajmi 400 kilogacha yuk ko'taradi. 400 kilogacha, ya'ni vazni 100 kilogrammdan bo'lgan 4 ta Bemalol bemalol odam- harakatlanib ketsa bo'lar ekan. Shunday. To'liq quvvati qanchaga yetadi? 60 kilometr. 60 kilometrga yetadi. Bu uy sharoitida zaryad qilsa bo'ladi. Xuddi shunday. 220 voltda. Narxi qancha bo'lyapti ushbu toychoqlar? 24 million 800 ming so'm oxiri taqalib qolgan joyi. 24 million 800 ming Shunday so'mga akajon. berib yuboriladigan narxi ekan. Shunday. Davom etamiz. Endi 1 tonnali Bobo Motors. Bu motorsni ko'rsatamiz, 1 tonnali muraviylarimiz. 1500 miya motor, Aha. 62 amperdan 6 ta akkumulyatorli yuk hajmi 1 tonnali. 1 tonna. Demak, orqa bort tomonlarida ham sidenkalari bor ushbu Shunday mototsiklni. 180 ga 130 ni tashkil etadi. 6 dona 62 amperli akkumulyator. Bu o'sha boya aytib o'tganingizdek motor miyasiga qanaqa garantiyalari? Motoriga, miyasiga, akkumulyatoriga 1 oy garantiya. 1 oy garantiyalaringiz bor. Narxi qancha bo'lyapti? Narxiga keladigan bo'lsa 14 million so'm. 14 million so'mga 1 tonnali mototsikllar. 5 ta akkumulyatorligimiz ham bor, bu Motorsdan.
Aha. 5 ta akkumulyator, Mia motori 1500 Mia motor, yuk hajmi 1 tonnali. 62 li akkumulyatordan 5 ta qo'yiladi. Narxiga keladigan bo'lsak, 13 million 700 ming so'm. 13 million 700 ming so'm. To'plam ichida zapaska, kaska, ключ, nabor hamma narsasi bor. Hamma narsasi qo'shib beriladi. Demak, bu Bomo Motorsning 1 tonnali mototsikllari. 2 xili bor. Xo'p. Keyingi yana bizga nima qanaqa tovarlaringiz bor? Bobo Motorsdan kelgusi yana 2 kun 3 kun ichlarida yangi yuklar keladi. Raketa modelimiz keladi, X6, X7 skuterlarimiz. Bir to'la skuterlarni ham obzor qilib ketamiz. Birinchi navbatda beriladigan savolimiz skuterlar qanchadan qanchagacha? Skuterlarimiz 3 million 200 dan 12 milliongacha benzinlilarimiz. Skuterga o'xshash benzinli tank modelimiz. Tank modellarimiz. Davom etamiz. Skuterlar 3 million 200 ming so'm, adashmasam o'sha hech qanaqa prava yoki davlat raqamisiz haydasa bo'ladi. Yo'q, davlat raqami olinadi. 3 million 200 ming so'mlik skuterlar. Hammasi davlat raqami olinadi. Pravani vaqtinchalik cho'zildi, yana 3 oyga. Yana ko'rib chiqiladi uni. Shunga qarab, prava yo joriy bo'ladi yo qanday bo'ladi, yo o'zgartirish kiritiladi. O'sha 3 million 200 ming so'mliklar asosan ushbu qatorda joylashgan, oq, kulrang. Bular to'liq quvvati bilan qancha masofa bosib? 30-40 kilometr. 30-40 kilometr. 30-40 kilometr yuriydi. Bularimiz 5 million so'mlik uchalasi. 5 ta akkumulyator bilan qo'yilgan 20 likdan. Ular 4 ta akkumulyator 20 likdan. 5 tona 20 lik. Orqasida savatchalar bor, dastavka uchun ham ishlataman deganlarga. To'liq quvvati bilan qancha masofa bosib beradi? 40-50. 40-50 kilometr masofa bosib. 40-50 kilometr bosib. Narxi 5 million so'm. 5 million so'm. Kabinali skuterlarni ham bir qator tanishtirib. Kabinalilarimiz mana. 5 ta 20 lik akkumulyatordan qo'yilgan bo'ladi. 500 watt bo'ladi motor miyachasi. Bomo Motorsniki. Miyasi ham, motori ham, akkumulyatori 1 oy garantiyasi bor. 1 oy garantiyasi bor. Servis xizmat 1 yil. Luboy mopetimizga. 1 yil ichida ushbu do'kon oralig'ida, do'kon hududida amal qiladi. Xizmati bor shunday akajon. Bodolarimiz. Narxlari bularni 9 million so'mdan. 9 million so'mdan. Kabinali tentlari bilan birga. Tentlar bilan birga akajon. Katta skuterlarimizga o'tamiz. 72 bo'ladi, 20 dan. 6 ta akkumulyator bo'ladi akajon. 6 ta akkumulyator. Narxiga keladigan bo'lsa 8 million so'm. 8 million so'm. To'liq quvvati bilan demak 70-80 kilometr yurib berish 80 kilometr yurasiz. Bular ham xuddi shunday 6 ta akkumulyatordan 20 likdan 6 ta bo'ladi. Faqat sedinalar kichkinaroq bo'ladi. Cavallodan 6 million 500 ming so'm. 6 million 500 ming so'm. Shunday akajon. Bomo Motorsdan 5 ta akkumulyatorlaymiz. Narxiga keladigan bo'lsa 6 million so'm. 6 million so'm. 5 ta akkumulyator. Shunday. Tank modelimiz boya aytib o'tganimdek elektromobilga o'xshaydi. Deylik, skuterlarimizga. Ko'rinishi o'zi benzinli, 150 kublik bo'ladi. Motori 500 kilometr garantiyasi bo'ladi. Yuziga 3 ta 4 ta ichadi. Rasxodi. Narxiga keladigan bo'lsa 12 million so'm. 12 million so'm. Mana tank skuteri narxi 12 million so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. G-Fox motoyimiz 150 kubli, 50 kubli modellarimiz. 50 kubliklar qanchada? 50 kubligimiz rasxodi bitta, ikkita, 1,5 ta, ikkita, yuziga narxiga keladigan bo'lsa 12 million. 12 million so'mga. 12 million so'm. 150 kublar. 150 kublarimiz 2,5 ta, ikkita ichadi. Narxiga keladigan bo'lsa 15 million so'm. 15 million so'm. Demak, orqangizdagi turgan chiroyli dizayn tomonlama chiroyli skuterlarni ham bir qator narxlarini tanishtirib o'tsangiz. Bularda keladigan bo'lsa Shayxdan Shayxgacha hammasi 5 ta 20 lik akkumulyatordan qo'yilgan bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsa 10 million 300 ming so'm. 10 million 300 ming so'mdan dizayn tomonlama nisbatan chiroyliroq, hatto ko'rishingiz mumkin tablolari ham o'zgacha dizaynda ishlab chiqarilgan. Bir kishilik skuterlar 3 g'ildirakli 9 million so'm akajon. 9 million so'm. Shunday. Tezligi demak quvvati qancha? 20 likdan 5 ta akkumulyator bo'ladi. Hammasi 40-50 kilometr yuradi. To'liq quvvati bilan. Shunday. Demak, siz do'koningizda zapchastlar bor. Ularni ham bir qator ko'rsatib o'tsak, keling akajon. Demak, bu do'konimizning ushbu qismi salonimiz. Zapchastlar uchun. Akkumulyatorlarimizdan boshlaymiz. 58 lik, 64 lik, 62 lik, 48 lik, 20 lik,
Karalarimizga ham akkumulyator bor. Narxlari qanchadan qanchagacha? Telefon nomer qoldiramiz, aloqaga chiqishadi o'zi. 58 likdan 64 likgacha 800 ming so'm. 800 ming so'm. Qanaqa garantiya bor akkumulyatorga? Akkumulyatorga 1 oy zavodskoy defektiya. Ha, zavodskoy defektiga garantiya bor. Skuterlarning akkumulyatori qanchadan? Skuterlarimizga 300 ming so'm. 300 ming so'mdan. Demak, bu qatordagi zapchastlaringizni bir qator tanishtirib o'tsangiz. Kabinalarimiz 1 million so'm, 1 million 200 ming so'm akajon. Ha, plastmassa, temir. Farqi shunda. Zapchastlarimizga keladigan bo'lsa, juda ko'p. Aha. Hamma assortiment. Elektronniklarimizda hamma zapchasi bor. Barcha zapchastlari bor. Elektronnik. Endi bu yerda kam ko'rinishi mumkin, lekin skladda bor. Bor. Zapchastlarimiz bor. Elektronligimizga benzinliklarimizda xudo xolasa mana joy ochib qo'yganmiz. Nas 15 kun, 20 kunga olib keltiramiz. Demak, benzinlilar Uzog'i 15 kun, 20 kun. Zapchastlar aloqaga chiqaverasizlar. Shunday. Yetkazib berish uzog'i bu yerda bo'lmagan zapchastni bir kun ichida yetkazib beramiz. Yetkazib O'zbekistonning beramiz. barcha viloyatlariga. Luboy zapchasini. Chunki ko'pchilik mototsikl olgandan keyin zapchasiga qiynalishadi. Shunday. Shuni oldini olgan holatda biz shuncha yetkazib berish xizmatini yo'lga qo'yganmiz. akajon. Demak, bu siz tanishtirmoqchi bo'lgan do'koningiz hamda tovarlaringiz. Shunday akajon. Xudo xolasa kelgusi videolarimiz, yangiliklar bo'lsa albatta kelib, ularni barchaga tanishtiramiz. Shunday akajon. Rahmat aka sizga. Charchamanglar. Xo'p, demak barchani ushbu pastda qoldirgan nomerlarga aloqaga chiqamiz. Do'konimizni lokatsiyasi Qashqadaryo viloyati Qarshi shahar, Yerqo'rg'on bozor ro'parasida joylashgan. Shunday. Rahmat hammaga.